Assalomu alaykum kanalimizda hurmatli obunachilar. Bugungi rolikimizda Urganch shahri desak ham bo'ladi bu yerni. Urganch shahrida, raycentrda bu. Raycentrda 19 ning oxirida, ya'ni shu yerda chiqdingizda, endi 19 ga yana chiqsangiz Alim kafeni yana 19 ning oxiri, shu yo'ldan 19 yurib turibdi hurmatli obunachilar. Hozir bitta turadigan bo'lsak, ben tarafdan 19 keladi, avtobusi, damosi yurib turibdi. 19 ning oxirida. Dokka sahana gelirse şu deneyin Lala deyen marketini doğrusunda joylashgan 1000 kvadrat metr bo'lgan joy bilan tanishib chiqamiz. Messasini aytib o'tdik. Hurmatli obunachilar, joyimizni devorlari, paxsalari, chistin paxsalaydan. Buni endi qurilishi, planirovkasi qiziqtirmasa kerak. Nechun desa, birinchidan joyimiz yo'lning dik ustunda, yana aytib o'taman. Birini bir yana bundan 19 damas. Şu an aylanayım. 19 yana geledi. Şimdi ne desem, bunu faydalanalım bolsanız da elde 22 metre düşken. Buna sonrasında uzunası 46 metre. Yaxşı veş düşken. Eğer de bunu alıp durup bir yan başından 5 metre xot kaldırıp durup cay kılaman deseniz de 5 metrine, yani 17 metrine zor veş düşen. Böyle 46 metre olsa ne desem, bir 45 9 metreden 5 çay düşerdi. 2 etaja deyip dakika yapsasanız da. Yok deseniz de 7 metreden 9 tane su, 7 tane çay düşerdi. 7 metreden 7 49 eken 8 metreden sasanızdan zor düşerdi. Xullas endi bunu ben kellemi katırmam oturumman, kuruluşlar özleri katırsın. Xullas messası joyimizda gap bo'lishi mumkin emas. Bir de şu bundan çıktığınızda mescid, yani can haraş boğa mescidi, azan avazı bir yere iştiledi. Pişkon barı şu anda ne olur ibadet kılıp keseniz de buladı. Şimdi bu nerseye hemen hiç kim mi çarlamayman, hiç kim mi bir neyeme kılmayman, devetem kılmayman. Şimdi bize bir aytib o'tishimiz gerek bo'lgan narsalar. Köşelere asfalt, uyimiz yo'lning dik ustida joylashgan. Qani ketgasa, ichalara bilan bir danishib chiqamiz, undan bir gap aytib o'tchakmi? Agar kimda kim ko'cha turgan satchak bo'lsa, bemalol bizning kanalimizga murojaat qilishlari mumkin. Satishga yordam qilamiz. Endilikda bizning kanalimizda YouTube'dan tashqari Telegram bilan Instagramdan kuzatishingiz mumkin. Va ilkalarini YouTube'ga chiqqan har bir videoni kommentariyada tashlab boramiz. Girib podpisatsiya qilib qo'ysangiz, xalasangiz Telegram, xalasangiz Instagram. Hurmatli obunachilar, bunning yo'lning ustunda bu yolda dükkanlar, şimdi nevajlar köprak. Bu yolda mene aytib o'tgan Lala market. Shunday bir ishni qilsanizlar ham bo'laveradi. Ya eldan o'zingizda uy etasizlar, orqasini joyat qurib satsanizlar ham bo'laveradi. Yaxshi vech. Trotuarlar ham bor. 19 shippullab turibdi. Agar shunday olib turib, faqat yashasangizlar ham bo'ladi. Joy holati zo'r. Satsangiz yaxshi holatda. Yani bellerini setga tartib uzumlar ekilib turibdi, chiroyli bo'lib. Yon tarafimiz ham shu gap. Steshkala qilingan. Joyimiz yerdan balandda, hurmatli obunachilar. Ya'ni izg'or xo'p samidi. Qani, bismillah. Bu bizlarning dalam bo'ladi. Taxtalar ham yaxshi taxtalardan. Adashmasam shu 5lik ya ondan yaxshi taxtalardan qilgan. Men o'shanda akşam gelib görüp ketdim. Remont ameli idealniy holatda, fondan chiqib chiroyli bo'lib turibdi. O'ng tarafda rakovinasi, bunda bizning kotel. Joyimiz bu bizning dalan. Bu tarafda xonalar bor. Hazam bir bilan bir batafsil danishib boraveramiz. Hozir birinchi dalanning eni bo'yini aytib o'tsam. Dalanın eni boyu 11.83'e 4.3 ofis kvadratura 47.78. Fondan çıkan keyin bir anda bize de xonala. Az ben bilan danışıp, bir andam xonala bor, ular bilan danışamiz. Qani, bismillah. Bu yerda bir kichkina koridor, keyin shunday xonala yetgan bu yerda. Bular ham ideal holatda.
Razmeniga adam bo'lsak, tak, biz spalnisi bu 373'e 381 общий kvadratura 14-24. Fondan çıkıp tuttu. Götürünüz petab belen salıngan. Atap inesem ötken. Cayımızın yukarındaki ağaçları zor dediler. Özleri kurban ekerler. Tak. Ben tarafta bize de. O da kalasa. Zal. Yok. Getir ölçü verelim. Zalın razmeri 648'e 385, общий kvadratura 24-98. Birimizden ayak teleri tahta pol, devalları fondan çıkıp tuttu. Radiatorlar koyulgan. Keyin bunda yenen bir zal. Unutulmacılar. Bunda bize yenen bir zal. Tak, birimizin razmeri 681'e 405 общий kvadratura 27-60. Birimizden fondan çıkan polnusu üstünkilerini taklanıp durdu. Fotoğraflarını açıyoruz. Keyingi meselede yine bunda bize de yenen bir spalni. Hava aylanıp durdu xudo xolasa. Birimiz razmeniyle olsak 550'ye 328 общий kvadratura 18-11 fondan çıkan ayakteleri tahta pol çoyun bataryayla ötülegen aynası bak tarafa karat tuttu. Keyingi meselede ben tarafta bize kuchnya. Yine bunda yine bir xona. Yine 5 metre 353 общий kvadratura 17-69. Gördüğünüz bir fondan çıkan tahta pol, radiatorlar ötülgen, aynası anan köçeye karagan. Yine lamçesi gitti. Eleştirmişler. Keyin ben tarafta bizani kuchnidan eldenki bo'lgan xona, ya'ni ovqatlanadigan xona. Ben tarafimizda bizani kuchnya. Bundan planografiyasi yaxshi tushgan. O'tirib ovqatlanadigan yeri bu. Razmeri 496'ga 354 общий kvadratura 17-60. Birimiz hem tahta pol, radiatorlar ötken. Aynaları akfa, aynı köçeye kadar tuttu. Keyin ben tarafımızda bir tane kuchnya. Kuchnyamızda bilen ortacha mebellar bilan jihozlangan, gazi bor. Endi ben tarafımızda bir tane vanna. Vannasi lekin remont talab, hozir remont qilib berasizlar, lekin ishlab turibdi. Ne? Vannasi, dagusi, unitazi polni ishlab turibdi. Endi hozir bak tarafa çıkamiz. Bak tarafa dalandan çıksanız ham bo'ladi, kuchnidan çıksanız ham bo'ladi. İki yandan ham çıkıp bo'ladi. Qani, bismillah. Yine bunda bir tane bak taraf. Hurmatli do'stlar. Bak tarafımız ham polni taqchallab, chapında, o'ngida uzun bir yozda ezatib o'tiradigan, yine bolalar bilan noyeslatlangan shamol aylanib turadi. Atızından meyveleri bor, polni usti hamma meyvesi bor. Yonida kladovkasi,
Bunda yine ucu çel tartıp şaptalı, erik, çiğe, bunda yine şaptalı, yine piyazla ucu ne belirtti, bunda rayhan, iyi rozagül, çiğe yine, üzüm, bunu bilmem ne olur. Bunda beyhısı, alması, tandıran var eken üzüm. Keyin ben tarafımızda bizden Letni hacatxanası var köçedeki. Yine polnusu 30'u meyve verip duruptu. Cayımızda hentli yine şu paksağa çak, hürmetli almaçılar. Şu paksağa çak. Ayağında başka bir örnek. Bir yerimizde açtım ki elde 22, uzun azı 45 yarım. Çıkardım şöyle neyece. Ben de bir paşanı kota tutup ben taraftan bir kımmat çaylan sasanızla boladı. Ne diyemiz? Erikli köprak eken şaptalı zamba. Xullas uyumuzda kislorod yetib ortadan qo'ng'ishlar bersa oladi kisloroddan. Shundasa daraxt ko'p. Daraxt ko'p edi, kislorod zo'r bo'ladi. Hurmatli tomoshalar, Bellada suv, svet, gazdan muammo yo'q. Bog'cha, maktab yanında ben tarafda, chap tarafda Nizomiy maktab bor edi bu yerda. Adashmasam shu qatorda keyin bog'chalar sal ko'proq. Keyin transportga keladigan bo'lsak, 19 uyimizda dik eldinda yurib turibdi. Xalasanız da, xalamasanız da işin eline tushib qolsanız oladi. O taxtı bo'lish shart emas. Ne deymiz? Bunni versa alış kerak. Endi ne deymiz? Endi qimmatda sangiz o'tiraverasiz, lekin vej dik yo'lni dik üstünde. Vej zo'r. Hurmatli tomoshalar, shu bilan bu uyimizga bag'ishlangan videorolikimiz o'z nihoyasiga yetib borayotir. Keyingi videoroliklarda görüşünce deb qolamiz. Sog' bo'linglar. Aman bo'linglar, kanalımıza podpisatsiya qilishni unutmanglar. Videomiz yoqqan bo'lsa shu like, kommentariy kutib qolamiz. Kimki neki ish boshlagan bo'lsa, hammamizni boshlanishimiz xayrli bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Keyingi videoroliklarda sog'likda, omonlikda görüşünce deb qolamiz. Hamma o'yinda yaxshi kun to'y tomosha bo'laversin. Hurmatli tomoshalar, like'larni gumburlatamiz, film loyihalarni to'lqa yaxshisini qoldiramiz. Nechun desa, yaxshi niyat etgan odamga Alloh taolo kundagidan ham ziyodasini beradi. Tak что endi men bu narsani o'rgatib, sizlarga bir da'vat etib, bir narsalarni o'rgatchagim yo'q, lekin hayotimizda bo'lib kelayotgan narsalarni aytib turibman. Shuning uchun bir avval hasad emas, havas etish kerak. Hurmatli tomoshalar, yaxshi kommentariylarni qoldiringlar. Iloji bo'lsa kelib olinglar joyini. Joyimizda gap bo'lishi mumkin emas. Joyi zo'r.